Urush bu tinchlik, erkinlik bu qullik, bilmaslik bu kuch. George Orwell 1984 kitobidan. Yagona g'oya asosida 15 ta davlatni birlashtirgan, hududi, tabiiy resurslari va armiya soni bo'yicha o'z davrida birinchi bo'lgan Qizil imperiya, Ikkinchi jahon urushi g'olibi, birinchi sun'iy yo'ldosh va birinchi kosmonavtni fazoga uchirgan, o'z yadroviy quroliga ega bo'lgan qudratli davlat. Bundan tashqari, tez-tez qaytarilib turadigan ocharchilik va repressiyalar, millionlab begunoh odamlarni o'limga hukm qilish, yopiq siyosat, mahsulotlar yetishmasligi, mantiqsiz urushlar, faqat harbiy sohaga katta pul sarflanishi va xususiy mulk to'plash taqiqlangani. Bu hammasi tarixda 74 yil mavjud bo'lgan Sovet hokimiyati haqida. Hech ahamiyat berganmisiz? Katta avlodning ko'pchiligi Sovet ittifoqini va ayniqsa Brejnev davrini iliq xotiralar bilan eslaydi. Ular o'sha yillarda hayot barqaror bo'lgani, ish topish osonligini, barcha teng yashaganini va hatto u davrni oltin davr deb atashadi. Ularning aytishi bo'yicha 70-80-yillarda o'rtacha oylik 150-190 so'm bo'lib, non 20 tiyin, sut 40 tiyin, go'sht 2 so'm va eng muhimi gugurt 1 tiyin narxda bo'lgan. Odamlar esa baxtli yashagan. Ammo bu haqiqatdan ham shunday bo'lganmi? Yoki bu ham inson ongidagi nostalgiya, o'tmishni romantizatsiya qilish natijasimi? Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz. Bugun biz siz bilan Brejnev davri deb nom olgan Sovet tarixining muhim sahifalariga nazar tashlaymiz. Bu davr O'zbekiston SSRda qanday aks etgan? O'zbek xalqi Brejnev davrida qanday yashagan? SSRda hamma baxtli edi albatta. Baxtsizlar esa allaqachon qamoqda edi. Xalq iborasi. SSSR bu kommunistik ideologiyaga asoslangan davlat edi. Kommunizm g'oyasi jamiyatdagi tabaqalanishni yo'q qilinishi, barcha teng huquqli bo'lishi va ijtimoiy moddiy boyliklar teng taqsimlanishi kerak deb hisoblangan ideologiya. Bu g'oyani umrida hech qachon ishlamay, faqat boy xotinining pullariga yashagan Yahudi millatiga mansub Karl Marks o'ylab topgan. 1917-yildagi inqilobdan keyin Chor Rossiya imperiyasi tugatilib, 1922-yilda yangi Soyuz Sovetskих Sotsialistik Respublik, ya'ni SSSR vujudga keldi. Inqilobdagi asosiy lider Lenin shu darajada ulug'lanib, dohiyga chiqarilganidan o'limidan keyin u bilan vidolasha olmay, jasadi hozirgi kungacha dafn qilinmagan. Leninning o'limidan keyin Iosif Vissarionovich Stalin hokimiyat tepasiga keldi. Yoshligida ruhoniylik maktabida tahsil olgan bo'lsa-da, hukmronlik paytida u hech kimning gunohlarini kechirmasdan o'limga hukm qilgan. Расстрелять! Срочно расстрелять! Iosif Stalin davri asosan kollektivlashtirish, kolxozlar tuzish, ziyolilarni qatag'on qilish, Ikkinchi jahon urushidagi g'alaba va sanoatni rivojlantirish bilan tarixda qolgan. Undan keyingi rahbar 4-sinfgacha o'qigan Nikita Xrushchev davri AQSh bilan kosmik poyga, Yuriy Gagarinning kosmosni zabt etishi, sovuq urushning avj olishi, qishloq xo'jaligidagi keskin, lekin mantiqsiz islohotlarga to'la tushunarsiz davr deb eslanadi. Xrushchev siyosatining beqarorligi, yuqori amaldorlarning tez-tez almashtirilishi, unga qarshi fitnalar tashkillanishiga olib kelib, oxir-oqibat hukumatdan chetlatildi. 1964-yilda hukumat rahbari Nikita Xrushchev lavozimdan olinishida faol qatnashgan Brejnev SSSRning KPSS bosh kotibi bo'ldi. Generalniy sekretar, ya'ni bosh kotib lavozimi bu hozirgi yosh avlod o'ylaydigan, rahbarlarga qahva olib kiradigan mini yubkali kotiba emas albatta. SSR davrida Stalindan boshlab Kommunistik partiya Sovetskого Soyuza, ya'ni KPSS bosh kotibi bu hukumatning bosh rahbarini anglatgan prezident desak ham bo'ladi.
Brejnev hamma uchun yumshoq fe'l-atvorli va boshqarsa bo'ladigan figura sifatida ko'rilgan bo'lsa-da, hokimiyatga kelgandan keyin barcha o'ziga qarshi bo'lganlarni lavozimdan chetlatdi. Tashqi siyosatda Amerika bilan sovuq urush munosabati yumshatilib, qurollanish poygasi kamaytirildi. Ikki super kuch o'rtasida jahon xaritasidagi ta'sir doiralari aniq bo'lib olindi. Germaniya ikkiga bo'linib, Sharqiy Yevropa butunlay SSR qarmog'iga o'tganligi rasman tasdiqlandi. Ichki siyosatda Brejnev va Kompartiya elitasidagi yuqori lavozimlardagi rahbarlar kam almashgan. O'zbekiston SSR Sovet ittifoqi tarkibidagi 15 respublikadan biri edi. O'sha davrda 1959-1983-yillarda O'zbekiston SSRda Brejnevning eng ishonchli kadrlaridan biri Sharof Rashidov Respublika Kompartiyasi birinchi kotibi edi. Viloyatlar va tumanlardagi rahbarlar ham yillar davomida o'zgarmagan. Xuddi shu omil mahalliy byurokratiya va korrupsiya kuchayishiga olib kelgan. Brejnev davrida SSSR siyosatidagi katta amaldorlarning o'rtacha yoshi 70 yoshni tashkil qilgan. Yosh kadrlarga o'rnini bo'shatishni istamagan, yangicha fikrlay olmaydigan bu marazmatik qariyalar yangi davr ziyoli va dunyoqarashi keng yoshlarni ko'pini dissidentlar, ya'ni muxolifatchilar deb atab ta'qib qilardi. Senzura kuchli, so'z erkinligi cheklangan edi. Siz o'ylamang, partiya siz uchun o'ylaydi iborasi aynan shu davrda paydo bo'lgandi. Kimdir davlat siyosatini va ideologiyasini ma'qullamasa yoki tanqid qilsa, uni aqldan ozgan inson deb e'lon qilib, tezligini jinnixonaga majburiy davolanishga, aniqrog'i esini joyiga keltirib qo'yishga jo'natilardi. Bu yerdagi insonlarni kuchli psixotrop dorilar yordamida tirik odamdan sabzavotga aylantirishgan. Bunday jinnixonadagi davolash ishlari hech qanday sud qarorisiz va noma'lum muddatga amalga oshirilar edi. Stalinning repressiv apparati qatag'on ishlarida siyosatga qarshi chiqqanlarni jismonan yo'q qilgan bo'lsa, mehribon Leonid Ilich davrida partiya o'z dushmanlarini jinnixonaga tiqib, aqlan va ruhan yo'q qilgan. Shu o'rinda tomoshabinga bir savol: qaysi holat dahshatliroq? Insonni o'ldirishmi yoki tirik insonni ruhan o'ldirishmi? Yozuvchi Tohir Malik ham o'zining Shaytanat kitobida shoir va tarixchi Anvar misolida aynan shu davr hodisalarini tasvirlagan. Dissertatsiyangizni qaytadan ko'rib chiqing. Ilmiy ishingizga O'rta Osiyo Rossiyaga o'z ixtiyori bilan qo'shilgan degan g'oyani kiritasiz. Sog'lig'ingiz qalay? Zo'r. O'xshamaydi. Sizni bir davolatish kerak. Oyoq qo'lini bog'lab 3-qavatga olib chiqinglar. Hech qayerga bormayman. Tinchlantiradigan ukol qilib tepaga olib chiqinglar. Joy yigitlar, tepaga olib chiqmanglar, iltimos. Yo'q, bormayman, tegmanglar. Menga tegmanglar. Men jin emasman, qo'lim. Qo'limni qattiq olamang. Ukol qilmang, iltimos, ukol qilmang. Davlat ichki propagandasida Brejnevga nisbatan xuddi Stalin kabi shaxsni ulug'lash va uni dohiy darajasiga ko'tarish siyosati olib borilgan. Televideniya, radio va gazetalarda mamlakatda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar va yutuqlarning barchasi qadrli Leonid Ilich Brejnev sharofati bilan bo'layotgani aholining ongiga singdirilar edi. Hukumat rahbari tilga olinganda uning ismiga qadrli so'zini qo'shib aytish odatga aylangan. Qadrli Leonid Ilich esa bunday maqtovlarni mamnuniyat bilan qabul qilar edi. SSSR rejali iqtisodga asoslangan tizimda ishlardi. Rejali iqtisod bu erkin bozor emas. Bu tizimda xususiy tadbirkorlik yo'q. Barcha ishlab chiqarish jarayonlari davlat ixtiyorida bo'lib, markazlashgan rejalashtirish asosida har 5 yilda bir marta 5 yillik reja, petiletka tuzilar edi. Bu rejada
qancha bug'doy yetishtiriladi, necha tonna po'lat ishlab chiqariladi, qancha traktor yoki zavod quriladi, necha million juft paypoq tikiladi, odamlar qancha kolbasa yeydi va hatto pianistalar necha ming tonna spirtli ichimlik ichishini taxmin qilgan holda mahsulotlar ishlab chiqarilar edi. Aholi turmush tarzining boshqa jihatlaridagi ehtiyojlarini qondirish ham aynan shunday rejalashtirish asosida yuritilgan. Tashqi iqtisodda eksport-import bilan faqat davlat shug'ullangan. Rivojlangan davlatlarga neft, gaz, metallar va boshqa xom ashyo mahsulotlari, rivojlanmagan davlatlarga esa uskunalar, mashinalar va oziq-ovqat mahsulotlarini sotib eksport qilingan. Bunday yo'l bilan ishlab topilgan valyuta evaziga SSSR ichki bozorida taqchil bo'lgan tovarlar, oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, maishiy elektrotexnika, kosmetik tovarlar va yuqori texnologik ishlab chiqarish uskunalarini sotib olingan. Brejnevning ilk hokimiyat yillaridagi ministri Kosigin davlat iqtisodiyotini yaxshilash bo'yicha islohotlarni ishlab chiqadi va davlat buni amaliyotga tatbiq qilishni boshlaydi. 1973-yilda navbatdagi arab davlatlari va Isroil o'rtasidagi urush yuz berdi. Bu urushda AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari Isroilni qo'llab-quvvatlagani uchun arab davlatlari ittifoqi tomonidan ularga neft sotishni to'xtatilgani global bozorda neftning narxini keskin oshirib yubordi. SSSR ham asosiy neft sotuvchi davlat bo'lgani uchun bu vaziyat xuddi lotereyaga yutuq chiqqandek edi. Hukumat Kosiginning iqtisodiy va siyosiy reformalariga hojat yo'q deb hisoblab, byudjet tanqisligini asosan neft savdosidan keladigan katta daromad evaziga to'ldirishni boshladi. SSSRga chet el valyutasi, asosan dollarlar oqib kela boshladi. Bu esa davlat iqtisodiyotini neft savdosi qaramiga aylantirdi. Ushbu daromadni asosan harbiy va og'ir metallurgiya sohasiga, qoldiq qismni esa aholining turmush darajasini yaxshilashga sarflana boshlandi. Brejnev davridagi aholi uchun yangi tipdagi uylar qurilishi, sanoatda fabrikalar va zavodlar ochilib, yangi ish o'rinlari yaratilishi, iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'payishi va oylik maoshlarning oshishi hamda boshqa ijtimoiy sharoitlarning yaxshilanishi aynan shu neft bozorining mo'jizasi bilan bog'liq. Lekin bu o'sha davrdagi real muammolarni hal qilish emas, komerdagi iqtisodni sun'iy oziqlantirish orqali tirik holda ushlab turishga o'xshardi. SSR texnologik jihatdan boshqa rivojlangan kapitalistik davlatlardan ortda qolayotgan edi. Iqtisodda innovatsiyalar joriy qilish o'rniga turg'un va eskirgan texnologiyalar. Bunga eng yorqin va tushunarli misol sifatida SSRdagi avtomobilsozlikni aytishimiz mumkin. Suratda ko'rib turgan avtomobilingiz bu Italiya avtosanoatining mahsuloti Fiat 124. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. 1967-yilda Yevropadagi yil avtomobili deb tan olingan Fiat 124 modeli. Unda qanday qilib bu avtomobil VAZ 2101 ga aylanib qoldi? 1960-yillar oxirida SSSR aholisini arzon, ishonchli va ommaviy avtomobil bilan ta'minlash rejasi paydo bo'ldi. Buning uchun SSR yangi avtomobil ixtiro qilish o'rniga g'arbdagi tayyor texnologiyani sotib olish yo'lini tanladi. 1970-yilda yangi Sovet yengil avtomobili VAZ 2101 ishlab chiqarildi. Xalq orasida uni Jiguli deb atashadi. G'arbda bu mashina Lada nomi bilan eksport qilina boshlandi. Fiat kompaniyasi bu eskirgan modeldan 1974-yilda voz kechib, zamonaviy ko'rinishdagi yangi avtomobillar ishlab chiqargan bo'lsa, SSRda va keyinchalik Rossiyada Jigulining turli xil modellari xuddi shu ko'rinishda 2010-yilgacha ishlab chiqarish davom etgan. Elektrotexnika ishlab chiqarishda ham yangilik qilish o'rniga ko'plab maishiy buyumlar Yevropa davlatlari va Yaponiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlardan nusxa olib, ko'chirilgan yoki eskirgan texnologiyasini to'g'ridan-to'g'ri sotib olingan. Misol uchun, Voronezh 403 magnitofoni Yaponiyaning Sony TC80 dan ko'chirilgan. Zorki 3 fotoapparati esa Germaniyaning Leica 3A modelining xuddi o'zginasi. Xo'sh, o'sha davr O'zbekiston SSRdagi vaziyat qanday edi? Brejnev davrida O'zbekiston iqtisodiyotida sezilarli darajada rivojlanish bo'lganmi? Paxta bu nafaqat iqtisodiyot, bu bizning sadoqatimiz, bizning partiyaga bo'lgan fidoyiligimiz timsolidir. Sharof Rashidov.
Sovet ittifoqi tarixida O'zbekiston SSRga nisbatan yuritilgan eng ko'p tanqid qilingan siyosatlardan biri bu paxta siyosatidir. Ayniqsa, bu siyosatning cho'qqisi 1960-80-yillarga, ya'ni Leonid Brejnevning boshqaruvi davriga to'g'ri keladi. Ushbu davrda paxta O'zbekiston SSRning nafaqat asosiy mahsuloti, balki siyosiy va ijtimoiy hayotini belgilab beruvchi vositaga aylangan edi. Avvallari paxta plani yiliga 1,5-2 million tonna bajarish yuklatilgan bo'lsa, Brejnev davrida O'zbekistonga 5,5 million tonna paxta topshirish vazifasi yuklatilgandi. Sharof Rashidov buning ilojisi yo'qligini aytishi nafaqat lavozimi, balki hayoti uchun xavfli bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun O'zbekiston SSR rahbari Brejnevga bu ilojsiz KPI'ni bajarishga tantanali ravishda va'da berdi. Yolg'on va'dalar va soxta statistika allaqachon bu tizimning asosiga aylangan edi. Har yili kuzda bolalar, talaba yoshlar, hatto shifokorlar, o'qituvchilar, muhandislar va boshqa tashkilot mehnatkashlari sentyabrdan dekabr oyigacha paxtaga chiqarilar edi. Garchi televideniya va radio propagandalarida rasmiy ravishda bu xalq ixtiyoriy hashari sifatida ko'rsatilgan bo'lsa ham, aslida bu majburiy mehnat edi. Faqat poytaxt shahar Toshkent hududidagi universitetlarning talaba va o'quvchilari paxtaga chiqarilmasdi. Chunki Toshkent markaziy shahar bo'lgani uchun u yerga tez-tez chet el delegatsiyalari kelib turardi. Chet elliklarga sovet yoshlari faqat ilm olish bilan bandligi ko'rsatilishi kerak edi. Afsuski, boshqa viloyat va shahar talabalari o'qishdan qolib paxta terishga majburlangan. Sovet propagandasi bu haqda gapirmasdi, ammo aslida bu inson huquqlarini toptash edi. Respublikada Moskva belgilagan miqdorda paxta terishning ilojisi yo'q bo'lsa ham, O'zbekiston SSR har yili paxta planini ortig'i bilan bajarardi. Soxta statistikalar, terilgan paxta miqdori raqamlarda oshirib ko'rsatilgan. Bunday qo'shib yozishlar, yolg'on statistika amaldorlar orasida korrupsiyani kuchaytirgan. Xalq deputatlari, rahbarlar, militsiya, prokuratura organlari rejalarning bajarilishi uchun pora olishgan. Ahmadjon Odilov kabi o'sha davr katta odamlari aynan shu paxta ishi orqali juda katta boylik orttirgan. Lekin o'sha davrni ko'rgan avlodni bu faktlar qiziqtirmaydi. Ular ko'proq Brejnev davrining boshqa yaxshi tomonlarini eslab qolishgan. Misol uchun, o'sha davr insonlari eslaydigan ijobiy jihatlar. Hamma ishlardi, ishsiz odam yo'q edi. Bu haqiqatmi? Rasmiy jihatdan to'g'ri, sovet qonunchiligida ishsizlik yo'q edi. Ishga chiqmaslik tuniyatstvo, ya'ni boqimandalik deb e'lon qilingan va bu jinoyat hisoblangan. Piyanista, tekin tomoq, bezori grajdanlar. Ishga chiqadiganlar bormi? Ha? Xo'sh, bunga quyidagi naratlar bor. Ishlamagan odam ishlaydi. O'rgan student. Ayrimlar nomiga ishga qatnardi, ya'ni jamiyatga haqiqiy foydasi bo'lmagan odamlar ham bor edi. Ko'pchilik o'zi xohlagan ish joyini emas, davlat xohlagan joyni egallardi. Kim qayerda, qaysi lavozimda ishlashi va qaysi joyga komandirovkaga jo'natilishi davlat tomonidan hal qilingan. O'zbekistonda esa ko'plab zavod-fabrikalar va shirkatlarda mahalliy aholi vakillari ko'proq quyi ish o'rinlarida oddiy mehnatkash bo'lib ishlardi. Rus yoki slavyan millatiga mansub markazdan yuborilgan vakillar asosan rahbarlik, ma'muriyat, nazoratchi kabi boshqaruv lavozimlarini egallagan edi. Bundan ko'rinib turibdiki, sovet hukumatı o'zini qanchalik millatlararo bag'ri keng pozitsiyada ko'rsatmasin, amalda buning teskarisi edi. Uylar tekin berilardi. Bu haqiqatning faqat bir tomoni. 1970-yillarda Jelishni boom, ya'ni uy-joy qurilishi haqiqatda keng tus olgan va minglab oilalarga kvartiralar berilgan. Lekin uy olish uchun odamlar yillar davomida navbat kutgan. Ba'zida bu navbat 10-15 yilgacha cho'zilgan. Bu uylar xususiy mulk emas, davlatga tegishli bo'lgan. Ya'ni odamlar uni sota olmasdi, meros qilib qoldira olmasdi. Narxlar barqaror edi. Ha, narxlar davlat tomonidan qat'iy belgilangan. Non 16 tiyin,
tramvay 5 tiyin va hokazo. Ammo ko'p hollarda odamlar eng zarur mahsulotlarni olish uchun juda uzun navbatda turishi yoki kerakli odamlar bilan tanish bo'lishi lozim edi. Mahsulot yetishmovchiligi aholi hayotini qiyinlashtirardi. Tanqislik odatiy holga aylanib, defitsit atamasi xalq hayotining ajralmas qismiga aylangan. Aynan shu navbat va taqchilliklar yashirin qora bozorni shakllantirgan. Yashirin qora bozor rasmiy do'konlarda mavjud bo'lmagan yoki defitsit tovarlarni ko'pincha tanish bilishlarga yashirincha oldi-sotdi qilish tizimi edi. Menga chet el magnitofoni kerak edi. Amerikaniki yoki nemislarniki? Mana eng zo'ri o'zimizda chiqqan. Yo'q, rahmat, o'zimizniki emas. 50 so'm. 50 sal insof bilan da. Qidirish kerak, olib kelish kerak. Italiyaniki. Ha, Olib kelgach ushlab turish kerak. Telefon nomeringizni qoldiring. yaxshi. Bu qora bozorda asosan kiyim-kechaklar, oyoq kiyimlar, chet el mahsulotlari, xususan g'arbdan olib kelingan texnika, parfumeriya, sigaretlar, mebel va elektrotexnika buyumlari yashirincha sotilgan. Bunday savdo yo'li bilan shug'ullangan tadbirkorlarni spekulyant, ya'ni chayqovchilar deb atashgan. Yirik spekulyatsiya bilan asosan do'kon xodimlari, magazinchilar, korxona rahbarlari, ombor mudirlari, hatto davlat amaldorlarining o'zi ham shug'ullanishgan. Ishlaganga yarasha yolg'onroq joyda ishlash kerak. Magazingami, bazagami? Rasmiy propaganda bunday ishlarni qoralasa-da, oddiy aholining ko'p qismi aynan shu insonlar bilan tanish bo'lishga intilishgan. Podprilavka, ya'ni tovarni yashirib, tanishlarga sotish atamasi ham o'sha vaqtlarda paydo bo'lgan. Spekulyatsiya jinoyat hisoblangan. Chayqovchilarga odatda 7 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin edi. Lekin jazo og'ir bo'lishini bilib turib ham spekulyantlar o'z ishlarida davom etaverishgan. Bunga sabab Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani uchirdash ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Bizga tanish Jiguli avtomobili haqida yana bir qiziq holat. Brejnev davrida VAZ-2101 katta talabga ega bo'lgan mahsulotlardan biri edi va davlat narxi 5,5 ming, 6,5 ming rubl atrofida bo'lgan. O'rtacha oylik maosh o'sha paytda 150-200 rubl atrofida bo'lgani uchun avtomobil sotib olish oson bo'lmagan. Davlat avtosalonlaridan mashinani sotib olish uchun 3 yildan 10 yilgacha navbat kutishga to'g'ri kelardi. Bundan tashqari, davlatdan mashina olish uchun ariza, tavsiyanoma, mehnat jamoasidan xat va boshqa hujjatlar kerak edi. Ko'pchilikning bunga vaqti yoki sabri yetmagan. Qora bozor yoki ikkinchi qo'ldan sotib olish rasmiy narxdan 1,5-2 barobar qimmatroq bo'lib, 9 ming, 12 ming rublgacha borishi mumkin edi. Ba'zilar avtosalonda xaridor navbatini egallab, mashinani sotib olib, darhol uni qora bozorda qimmat narxda qayta sotishgan. Puli bor, lekin navbat kutib qog'ozbozlik qilishga vaqti yo'q grajdanlar uchun yagona yo'l mashinani qora bozor yoki tanishlar orqali qo'ldan sotib olish edi. 5496. Bir so'mliklarga qaragansiz. Xalaqit bermasangizchi bo'lmasa qaytadan sanashga to'g'ri keladi. 5497, 5498, 5499, 5500. Tamom. Har qalay aytingchi, nima uchun hamma pulingiz bir so'mligi shubhali ko'rinadi? Yaxshi emas. Siz kimsiz? Prokurormi? Men bu mashinani qayerdan oldingiz? Nega hujjati yo'q deb so'ramayapman-ku. Men pastorman. Bu bir so'mliklar iyona. Xudoga. Menga ham ozgina qoladi. Siz Xudoga ishonasizmi? Hamma bir narsaga ishonadi. Yuqorida aytib o'tilgan Sovet davri siyosati va iqtisodida bunday absurd vaziyatlar ko'p bo'lishiga qaramay, insonlar xotirasida SSRda ijtimoiy hayotda barcha teng edi degan fikr shakllanib qolgan. Bu stereotipni chuqurroq tahlil qilib ko'ramiz. SSRda tenglik degani hammamiz barobar yolg'on gapiramiz, barobar qo'rqamiz, barobar hech nimaga ega emasmiz degani edi. Aleksandr Zinovyev, SSSR tanqidchisi. Sovet jamiyati tenglik g'oyasiga asoslangan edi. Bu haqiqatmi?
Nazariy jihatdan to'g'ri, Sovet mafkurasi tabaqalanishsiz, teng jamiyat qurishni maqsad qilgan edi. Rasmiy ravishda boylik to'plash, ijtimoiy iyerarxiyalarga ajralish taqiqlangan. Amalda esa ijtimoiy tenglik emas, yashirin tabaqalanish mavjud edi. Katta mansabdorlar, partiya rahbarlari, KGB, ichki ishlar va harbiylar elitasidan tashkil topgan nomenklatura degan yopiq toifa jamiyatning resurslari va imtiyozlaridan keng foydalangan. Ular uchun alohida do'konlar, sanatoriyalar, dachalar, xizmat ko'rsatish markazlari mavjud edi. Masalan, Beryoska nomli do'konlar tarmog'i faqat nomenklatura oilalariga xizmat qilar edi. Barcha sifatli tovarlar va chet el mahsulotlari shu magazinda bo'lib, oddiy ishchilarga bu yerdan savdo qilish taqiqlangan. Oddiy fuqarolar ba'zan birlamchi ehtiyojlari uchun mahsulotlarni topa olmay yurgan bir paytda yuqori lavozim egalari defitsit tovarlardan bemalol foydalangan. Rasmiy propagandaga ko'ra, tenglik bo'lsa, real hayotda buning aksi edi. Nima chekyapsan? Mana, Marlboro. Sit down, please. Bu senikimi mashina? O'tir, bolakay. Volga, ha? Suvga o'xshashroq. Buni qarayapsiz, axir bu salkam kvartira-ku. Bunisi nima? Ha, Stereofoning magnitofon. Philips degani. O'rtalari pishloq Shveysariyaniki, zaytun Gretsiyaniki. Marhamat olinglar. Jamiyatdagi asosiy resurslar oddiy mehnatkashlar tomonidan yaratilgan bo'lsa-da, bu resurslardan ko'proq elita rohatlanar edi. Oddiy xalqni esa nisbatan oz miqdorda moddiy rag'batlantirib, faxriy yorliqlar, ko'krak nishoni va hurmat taxtachasidagi rasmlari bilan mukofotlab ovutishardi. Ammo bu mukofotlar ko'pincha siyosiy shou va propaganda uchun ishlatilgan. Haqiqiy moddiy yoki mavqeviy ahamiyatga ega bo'lgan foydali unvonlar ko'proq mahalliy elita yoki partiyaga yaqin kishilarga nasib etgan. Lavozimga ko'tarilishda ham kasbiy professionalizm emas, yuqori elitaga sodiqlik muhim bo'lgan. Buyruq bo'lmasa kallani ishlatmaslik. Boshliq hazil qilganda kulging kelmasa ham kulish. Boshliqlar uchun ham ishlab turib, bu sizni xizmatingiz, sizni aqlingiz natijasi, biz bir ahmoq odam deb ayta bilish. Bundan tashqari ayrim yugurdaylik fazilati ham kerak bo'ladi. Yugurdaylik quruq o'zi emas, nazokatlik yugurdaylik. Boshliqlar nazariga tushishi mana shunday fazilatlarni bir dunyosi kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, bu gaplar yaxshi emas. Lekin siz aytgan gaplar bu haligi ilgarigi zamonlarga to'g'ri keladi. Hozir vaqt butunlay boshqacha. Afsuski butunlay boshqacha bo'lmayapti. Diktatorlikka asoslangan jamiyatlarda hukmron elita vakillari va ularning oila a'zolari doim qonun va axloqdan ustun turadi. Bunga eng yorqin misol qilib Brejnevning qizi Galina Brejnevani aytishimiz mumkin. Rasmiy propaganda uni hech qachon ochiqcha tanqid qilmagan. Ammo ichki doiralarda Galina ismi korrupsiya, kibr va elita buzuqligining sinonimiga aylangandi. Qonunlarga barchadek bo'ysunishimiz kerak bo'lsa, boy bo'lishimizni nima keragi bor? Ingliz xalq iborasi. Sovet ittifoqi oddiylik, tenglik, mehnatsevarlik va ma'naviy poklikni propaganda qilardi. Ammo Galina Brejnevaning shaxsiy hayoti bu g'oyalarning ochiq-oydin inkori edi. U ochiqchasiga hashamatli hayot kechirib, qimmatbaho zargarlik buyumlari, mo'yna kiyimlar, qimmat avtomobillar va doimiy ziyofatlarda kunini o'tkazardi. Galina hatto xorijiy brendlar va taqinchoqlarni noqonuniy yo'llar bilan sotib olib, o'zining yaqin insonlariga hadya qilardi. Galina Brejneva otasining obro'sidan foydalangan holda kimnidir yuqori lavozimga qo'ygan, ba'zilarni jazolagan, boshqalarni boy qilgan holda odamlarning taqdirini hal qilgan. Sovet elitasida telefon huquqi deb atalgan tushuncha bor edi. Ya'ni qonun emas, yuqori doiradagi insonlarga telefon qilish ko'p narsani hal qilardi. Galina bu tizimning eng faol vakillaridan biri bo'lgan. U ko'plab noqonuniy tadbirkorlar bilan yaqin munosabatda bo'lgan, ularni qo'llab-quvvatlagan va turli qora bozor sxemalarida ishtirok etgan. Galina xushtorlar orttirish,
turmush qurish, ajrashish, ko'ngilxushliklari bilan mashhur bo'lgan. Galina oxir-oqibat oddiy podpolkovnik Yuriy Churbanovga ko'ngil qo'yib, unga turmushga chiqmoqchiligini otasiga aytadi. Qizining ishqiy sarguzashtlaridan bezor bo'lgan Brejnev bu to'yga rozi bo'ladi. Brejnevga kuyov bo'lishi aniq bo'lgan podpolkovnik Churbanov o'sha kuniyoq polkovnik bo'lib uyg'onadi va turmush qurgandan keyin esa general polkovnik darajasigacha ko'tariladi. Ota Leonid Brejnev xalq oldida oddiylik timsoli bo'lishga harakat qilgan bo'lsa, qizi bu imijni chilparchin qilgan. Faqat Galina Brejneva emas, boshqa elitaga oid oila a'zolari orasida ham shunday bespredel, ya'ni tartib qoidalarga tupurgan holda yashaydigan shaxslar ko'p uchragan. O'sha davr haqida gap ketganda ko'pchilik u paytlar odamlar mehribon edi, hamma bir-biriga yordam berib, kamtarin hayot kechirgan deb maqtashadi. Aslida ham shunday bo'lganmi? Oddiy odamlarning uylari, mebellari, kiyimlari haqiqatdan ham o'xshash edi. Tovarlar kam bo'lgani uchun hech kim o'zgacha bo'la olmasdi, ammo bu tenglik erkin tanlov yo'qligidan kelib chiqqan. Hamma bir xil yashayapti, bizni nima kamimiz bor degan fikrda yashashgan. Kamtarinlik qadriyat emas, majburiylik edi. Faqat elita qatlamdagilar yaxshiroq yashash imkoniga ega bo'lib, buni ko'z-ko'z qilish ularga man etilgan. Shuning uchun yashirincha amalga oshirilgan. Haqiqatdan ham Sovet davrida mahalla, ishxona va jamoaviy hayot muhim ijtimoiy element bo'lgan, ammo bu ko'pincha davlat tomonidan tashkillashtirilgan subbotnik, majlis, hashar kabi majburiy tadbirlardan iborat edi. Bizni dushmanlar emas, do'stlarning jimligi xavotirga soladi. Danos, yashirin shikoyatlar bu jimlikni yenguvchi qurol. Yuriy Andropov, KGB rahbari, keyinchalik bosh kotib. Tashqaridan qaraganda Brejnev davrida Sovet ittifoqi go'yoki tinch va barqaror edi. Do'konlarda non bor, televizorda bayram, gazetalarda esa xalq partiyaga sodiq degan shiorlar. Ammo bu yolg'on tinchlik ostida boshqa bir dunyo yashirin edi. Har bir odam bilardi, agar sen partiyadan shikoyat qilsang, yo'qolasan. Agar siyosat haqida noto'g'ri gapirsang, xalq dushmaniga aylanasan. O'sha paytda odamlar militsiyaga, KGBga bir-birlari ustidan yashirin shikoyat yozishni odatga aylantirishgan. Qo'shni uyga ko'proq bozorlik olib kelishni boshlasa, kimdir xorijiy musiqani ko'proq eshitsa, hovlisida kattaroq qurilish boshlasa, ayrim qo'shnilari tomonidan kerakli idoralarga xabar qilinishi mumkin edi. Hech kimga churq etmayman. Rahmat. Nahotki. Alo? Militsiya. Kimdir ishxonada partiya siyosatiga qarshi bo'lsa, rahbari yoki hamkasbi tomonidan KGBga sotilgan. Hatto ba'zida do'stlar va qarindoshlar bir-biri ustidan arz qilish holatlari ham uchrab turgan. Bu danoslar odamlarning hayotini bir og'iz yolg'on bilan buzib yuborishi mumkin edi. Hech qanday dalil kerak emas, faqat bitta ishonchli quloqning axboroti yetarli bo'lgan. Sovet davrida odamlarga so'z erkinligi o'rniga yashirin shikoyat yozish erkinligi berilgan edi. Brejnev davrida siz do'stingizga bir sir aytasiz, u esa militsiyaga 2 nusxada yozib topshiradi iborasi mashhur bo'lgan. Bunday voqealarning eng ayanchli tarafi shundaki, bitta joyda yashab, birga ishlab, bir-birini ustidan yozgan yozuvchilar ham, ularni so'roq qilib qamatgan KGB xodimlari ham, nohaq ayblanib jabrlangan sistema qurbonlari ham bitta o'zbek millati vakillari bo'lgan. Sovet hukumati insonlarni bir-biriga qarshi dushmanga aylantirib boshqargan. Ushbu ko'rsatuvda biz Brejnev davridagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayot qanday bo'lganligini tahlil qildik. Ko'rsatuvning ikkinchi qismida o'sha davr madaniyati, propagandasi, afg'on urushi, Sovet davlati inqirozining sabablari haqida gaplashamiz. Har doimgidek mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha